Bu konservalangan osh. Qanaqa tayyorlanadi? Marhamat. O'zbekistonda yagona chempion oshpazlar tomonidan tayyorlangan konservalangan osh hozir tayyor bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri mana shu konservalarga suziladi. 100% tabiiy, hech qanaqangi kimik qo'shimchalar, kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi. Marhamat qo'sh aka. Marhamat. Demak, birinchi bo'lib konservalar mana shunaqangi toza holida, yuvilgan holda keladi. Undan keyin ularga go'sht solinadi. Go'sht solingandan keyin osh suziladi ustiga va bu jarayonda hammasi po'rsalari taqsimlanib ustiga qopqoq yopiladi. Mana qopqoq yopilishi, preslanishi. Preslanganidan keyin mana bu apparatga ketadi. Bu yoqqa taxlanib butunlay suvga alohida stilizasiyaga solinadi. Qarabsizki, konservalangan Toshkent oshi chempion oshpazlar tomonidan tayyorlangan osh tayyor. 2 yil yaroqlik muddati. Qayerdan topaman, qanaqa tanovul qilaman desangiz, korzinkadan qidiring hamma yoqdan. Agar tadbirkor bo'lsangiz, hamkorlikka ham tayyormiz.